Ko'pchilik umumiy ovqatlanish korxonalarida eng katta xatolardan biri tovarlarni kirimi, ya'ni prixod qilmasdan sotuvga chiqarishdir. Masalan, restoran yoki kafe har kuni taom sotyapti, chek ham urilyapti, lekin ushbu taomlar tayyorlangan mahsulotlar buxgalteriyada kirim qilinmagan. Shunday holda soliq organlarida savol tug'iladi: sotilgan mahsulot qayerdan keldi? Chunki har bir sotuvning manbasi bo'lishi kerak. Go'sht, yog', un, guruch, sabzavot, ichimlik va boshqa mahsulotlar avval kirim qilinib, keyin ishlab chiqarish yoki sotuvga chiqarilishi lozim. Davlat tomonidan bu masalada yengilliklar ham berilgan. Masalan, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini naqd pulga xarid qilish mumkin. Lekin bunday xaridlarni belgilangan muddat o'tmasidan soliq organining axborot tizimida ro'yxatdan o'tkazish shart. Aks holda ushbu xaridlarni tasdiqlashda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Agar umumiy ovqatlanish korxonasi buxgalteriyasini to'g'ri yuritish bo'yicha savollaringiz bo'lsa, bizga murojaat qiling. Muammoni keyin hal qilgandan ko'ra, uni oldini olgan ma'qul.